ham yo'q bo'lsin, Arabistonda ham yo'q bo'lsin, shunaqa akkaunt bo'lsinki, O'zbekistonda mana akkauntimni yagona qilib tursin. Puldan umuman muammosi yo'q, lekin shunaqa akkaunt topib bersangiz bo'ldi degan akalarimiz uchun alohida tema bo'lib yotgan akkaunt keldi, lekin bundoq RPlarni qarasangiz vohimali emas. 7-sezondan o'ynash boshlangan, yarim tashlab ketilgan, lekin shundoq ikkisi bosadigan bo'lsa, mana bu turishni video qaranglar, qizaryapti hamma joyi. Mana bu drop karlarigacha qo'yib qo'yishgan, lekin buni bundoq turib agar, например, bitta emotsiya bosib turib bundoq qiladigan bo'lsa, bitta qarasanglar basketbolning uniformi kutib oladi. Bu yoqda sizlarni Babe kutib oladi. Babe tepalari bor, lekin bu ham даже hammasi emas. Oxirgacha qaranglar, sizlarga hozir shunaqa mana bu legendarniy basketbol bilganlar biladi, bilmaganlar bilib oladi. Lekin bu ham даже oxirgacha emas, bu ham даже oxir emas. Chunki men bitta sizlarni 3 xil basketbolga tuoladi. Nima deyapti? Mana bu tema o'zingizlar aytinglarchi. Nech pul deb o'ylaysizlar? Bu akkauntimizdan narx-navz hammasi Telegram kanalimizda.